Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Xabaringiz borki, yaqinda siz sevgan Cobra Kai serialining 6-sezon part 3 premyera qilindi. Bugun esa sizlar bilan ushbu serial 6-sezonning part 3 ni tahlil qilamiz. Ba'zi bir xatolarni ko'rib chiqamiz. Undan avval hammaga rahmat. Kanalimiz 26-yanvar sanasida ochildi va qisqa muddat ichida 2000 auditoriyaga erishdi. Men bundan juda ham xursandman. Agar kanalim yoqsa obuna bo'lib qo'ying, ixtiyor o'z qo'lingizda. Bu haqda ortiqcha gapirmayman. Unday bo'lsa, qisqa introdan keyin tahlilni boshlaymiz. Part 3 umuman olganda menga part 2chalik yoqmadi, chunki men Diaz chempion bo'lishini bilardim. Serial Kvonning dafn marosimi bilan boshlandi. Bu asosiy sahna albatta. Kvonga nima bo'lganini o'zingiz juda yaxshi bilasiz. Qolganlar, masalan, Robbi, Demetri, Hawk, Miguel va Samantalar o'z kelajaklari haqida qayg'urishayotgan edi. Miguel Stanford, Semes Okinawada o'qishga harakat qilayotgan edi, ammo Terry Silver og'ir kasalga chalingan edi va shunchaki biroz ko'nglim ayniyapti. Barselonada boshlangan ishni tugatishga juda xohlagan bo'lardim. dushmanlarning mag'lubiyatini ko'rishga tashlaydi. Bu esa Gunterga qiyin bo'ldi. Ya'ni Terry Silver Gunterning oldiga borib Sekai Tekayni tiklash kerakligini aytdi. Ammo Gunter barcha senseylardan so'rash kerakligini aytdi va barcha senseylarga so'rovnoma yuborildi. Men Sekai Tekayga qaytmaslikka qaror qildim. Ammo ko'pchilik Sekai Tekayni inkor qiladi, shu jumladan Cobra Kai ham. Kim Sen-yan yo'lni qattiq tayyorlamoqchi edi va o'lim zarbasini o'rgatdi, ammo Kris musobaqani rad etdi va kobralar safida faqat Tori qoldi. Bunga keyinroq to'xtalamiz. Xo'sh, Kris musobaqani rad etdi. Kim Sen-yanning juda ham jahli chiqqan. U Krisni qanday bo'lmasin yo'q qilishga harakat qilishi mumkin edi. To'g'ri, buni yuz ifodasidan bilish mumkin emas, ammo ichimdan buni his qildim. Axir men bunday qobiliyatlarim bor, siz buni yaxshi bilmas edingiz. Xo'sh, keyin Moso Kim Deunga uni o'ldirish haqida aytdi. Kim Deunning eng katta orzusi o'z taysiyosida katta ustoz bo'lish edi. Ya'ni Kim Sen-yanning o'rniga katta ustoz bo'lish. Xo'sh, Kim Sen-yan Kim Deunga uni o'ldirishni aytdi va katta ustoz bo'lishini taklif qildi. Ammo Kim Deun buni xohlamadi va Kim Sen-yanning o'ziga hujum qildi va Kim Deun o'z bobosini o'ldirdi. Ya'ni bobosi o'rgatgan o'lim zarbasi yordamida. Va bundan keyin Cobra Kai'ning avvalgi asosiy ishtirokchilarining hammasi o'yindan chiqdi. Ya'ni serialda ko'pchilik qatnashmasligi ma'lum bo'ldi. O'zimizning asosiy qahramonlar, ya'ni Miyagi-Do qahramonlari esa musobaqani davom ettirishga rozi bo'lishdi va barcha Sekai Tekaiga qatnashishi ma'lum bo'ldi. Ya'ni avvalgi qolgan barcha Cobra Kai asosi faqatgina Tori edi. Tori avvaliga qatnashishni xohlamayotgan edi, ammo Sem Torini ko'ndirishga muvaffaq bo'ldi. Xo'sh, musobaqada qolgan komandalar kimlar edi? Iron Dragons, Cobra Kai, Fury Pantera va Miyagi-Do komandalari edi. Kwon Jae-sung Diegoni mag'lubiyatga uchratdi va Fury Panterani musobaqadan chiqarib tashlagan edi. Asosiy jang Robbie Keane va Axel jang qilishi kerak edi. Jangda Axel uni mag'lubiyatga uchratayotgan edi, ammo musobaqada mudhish hodisalar ro'y berdi va musobaqa yakunlanishga majbur bo'ldi va o'sha yerdan biz jangni davom ettiramiz. Axel bilan Robbie qayta jang qilishdi va Robbie Axeldan anchagina ochkolar olishga muvaffaq bo'ldi, ammo Axeldan mag'lubiyatga uchradi. Ya'ni Axel unga g'irromlik ishlatib uni mag'lubiyatga uchratdi. To'g'ri, jang halol bo'lmadi, ammo Axel oxirigacha jang qilganda ham Robbie Keane mag'lubiyatga uchratgan bo'lar edi. Jang payti esa Axel Robbini oyog'ini sindirdi. Bu juda ham mudhish holat albatta. Bundan Miguelning juda ham qattiq jahli chiqdi va bu etni junjiktiradigan holat bo'lishi kerak edi-ku, ammo men Miguel Cobra Kai safiga o'tishini bilar edim. To'g'ri, ba'zi bir spoilerlar orqali emas, men o'zim avvaldan ba'zi bir suratlar orqali Cobra Kai'ning rasmiy saytidan bu suratlarni topgan edim. Xo'sh, unday bo'lsa, keyin nima bo'ldi? Miguel Diaz Cobra Kai safiga o'tdi. Birinchi bo'lib Tori va Zara Madiklar jang qildi. Avvaliga Zara uni 5-0 hisobda mag'lubiyatga uchratdi, ya'ni qo'g'irchoqning mag'lubiyatga uchratayotgan edi. Keyin Robbie Toriga berdi va o'shandan keyin Tori Cobra Kai safiga juda ham katta ochko keltirdi. Ya'ni 48 ochkoni to'liq keltirdi va so'ngra juda ham g'azabda bo'lgan Miguel va Axel Kovachevichlar jang qilishi kerak edi. Ya'ni birinchi raund hisobiga ko'ra Miguel Diaz Axelni 5-0 hisobda mag'lubiyatga uchratayotgan edi va Axel ikkinchi raundda juda ham g'azab bilan jang qildi va 15-5 hisobga to'g'riladi. Ya'ni Axel Kovachevich oldinda va Miguel Diaz, biz sevgan asosiy qahramonimiz, 3-raundda bor kuchi bilan urushdi va Kovachevichni mag'lubiyatga uchratdi. Ya'ni 10 ochko farq bilan
Bu juda ham yaxshi holat va ballar Iron Dragonsda 180, Cobra Kai'da ham 180, ya'ni ballar tengligi vujudga kelib qoldi. Buni esa senseylar jangi orqali umumiy jamoa g'olibini aniqlash kerak bo'lib qoldi. Xo'sh, undan avvalroq esa mudhish bir hodisa ro'y berdi, ya'ni Terry Silver va Jon Prince kemada bir-birlari bilan jang qilishdi va natijada Chris ikkisini ham halok qildi. Qanday halok qilganini o'zingiz yaxshi bilasiz. Xo'sh, Wolf va Jonnining jangiga keladigan bo'lsak, o'zi aslida Wolf Jonnini osonlik bilan mag'lubiyatga uchratishi kerak edi. To'g'ri, shunday ham bo'lar edi, lekin unday bo'lmadi, chunki Jonni asosiy qahramon, buni o'zingiz ham juda ham yaxshi bilasiz. Xo'sh, ikkisining jangi agar Wolf bor kuchi bilan jang qilganda Jonnini juda ham osonlik bilan mag'lubiyatga uchratgan bo'lar edi. Xo'sh, avvaliga Wolf 2 ochko oldi, so'ngra esa Jonni so'nggi hal qiluvchi zarbani Jonni berdi va 3-2 hisobida mag'lubiyatga uchratdi, ya'ni Sensei bo'rini. Cobra Kai butun bir boshli jahon chempioniga aylandi karate bo'yicha. Xo'sh, endi ba'zi bir xatolarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, xatolardan eng kattasi bu Jonnining onasi. O'tgan yilga e'tibor beradigan bo'lsak, Jonnining onasi 2007-yil olamdan ko'z yumgani ko'rsatilmoqda. Selma Tori S6 Part 1da jang qilayotganda Torini Daniel to'xtatdi va Jonni unga aytgan edi, agar esingizda bo'lsa, to'g'ri tarjimani xato qilishgan bo'lishi ham mumkin, lekin katta ehtimol bilan to'g'ri qilishgan. Jonni shunday gaplarni aytgan edi: men jangdaligimda onam olamdan ko'z yumgan. 2007-yil hech qanaqa jangda qatnashmagan. 2007-yil u shunchaki bir omadsiz bo'lgan. Xo'sh, endi Jonni tepgan zarbaga keladigan bo'lsak, ya'ni tornado zarbasi juda ham kuchli zarba. To'g'ri, uni Jonni yaxshi tepa olmadi, ya'ni umuman olganda unchalik ham chiroyli chiqmadi. To'g'ri, paxta qo'yish bo'lmasin, umuman chiroyli chiqmadi, lekin zarba kuchli edi. Lekin butun bir boshli jahon chempioni bunaqa tepishi sal g'alati emasmi? Xo'sh, bugungi tahlil shulardan iborat edi. Kanalga obuna bo'lib qo'ying, video yoqqan bo'lsa videoga bitta like bosib qo'ying. Keyingi videoim esa Cobra Kai 6-sezon xatolari to'g'risida bo'ladi. Xo'sh, kanalim bundan buyog'i Cobra Kai serialining ba'zi bir tahlillari, qahramonlar hayotiga oid katta videolar ko'rishda davom etaman. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Efirda sizlar bilan Cobra tahlilchi kanali bo'ldi.